Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarning ko'pchiligingizni uzoq vaqtdan beri qiziqtirib kelayotgan, ayrimlaringizni esa xavotirga solayotgan juda muhim bir masalaga to'xtalmoqchiman. 1995 yilgacha bo'lgan mehnat stajini qayta hisoblash orqali pensiyani oshirish imkoniyatlari haqida. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki bu o'z hayotingiz davomida yig'gan pensiyangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiladi va uning adolatli tarzda qayta bog'lanishini ta'minlaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Ushbu ma'lumotlarning ahamiyatini hisobga olib, hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya, siz uchun esa doimo foydali ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyati demakdir. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo bu muammoning ildizlarini chuqurroq tushunib olaylik. Bilamizki, Sovet ittifoqi davrida, ya'ni 1997 yilgacha bo'lgan davrda mamlakatimizda yagona pensiya tizimi amal qilgan. O'sha paytda ish stajini hisoblash, maoshlarni indeksatsiyalash tamoyillari mutlaqo boshqacha edi. Masalan, o'sha davrdagi o'rtacha ish haqi bugungi kun talablari va iqtisodiy sharoitlar bilan solishtirganda ancha past ko'rinishi mumkin. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng esa pensiya tizimida bosqichma-bosqich islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlar avvalgi davrdagi ish stajini hisoblashda ba'zi nomutanosibliklarni yuzaga keltirdi. Ba'zi fuqarolarimizning 1991 yilgacha bo'lgan mehnat stajlari to'liq va adolatli tarzda baholanmay qolgan holatlar kuzatildi. Bu esa o'z navbatida pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Chunki pensiya hisob kitoblarida aynan ish stajining davomiyligi va o'rtacha ish haqi miqdori asosiy o'rin tutadi. Yillar o'tib, davlatimiz ushbu muammoga e'tibor qaratdi va pensiya ta'minoti tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha muhim qarorlar qabul qilindi. Hukumatimizning maqsadi har bir fuqaroning mehnatini adolatli baholash va munosib pensiya ta'minotini ta'minlashdan iborat. Shuning uchun ham aynan 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish stajini qayta ko'rib chiqish va adolatli tarzda baholash mexanizmlari joriy etildi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, agar sizning mehnat daftarchangizda 1990 yanvargacha bo'lgan davr uchun ish staji qayd etilgan bo'lsa, sizning pensiyangizni qayta hisoblash imkoniyati mavjud. Bunda nafaqat ish stajining davomiyligi, balki o'sha davrda olgan ish haqi ham bugungi iqtisodiy sharoitlar va narx-navo darajasiga mos ravishda qayta indeksatsiyalanadi. Bu jarayon ko'pchilik keksa avlod vakillari uchun pensiya miqdorining sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin. Bu oddiygina texnik qayta hisoblash emas, balki tarixiy adolatni tiklashga qaratilgan muhim qadamdir. Asosiy qism batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak, kim xavotir olish kerak va kimga kerak emas. Keling, endi bu jarayonning eng muhim jihatlarini, ya'ni kimlarga bu o'zgarishlar tegishli ekanligini va kimlarga ta'sir qilmasligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu bo'limda siz barcha savollaringizga aniq javoblar topishingiz kerak. Kimlar uchun bu muhim? Bu yangilik birinchi navbatda pensiyaga chiqqan yoki yaqin kelajakda pensiyaga chiqish arafasida turgan va 1991 yil yanvargacha bo'lgan davrda kamida bir kun mehnat stajiga ega bo'lgan fuqarolarimiz uchun muhimdir. Agar sizning mehnat daftarchangizda Sovet ittifoqi davriga oid har qanday yozuv bo'lsa, siz ushbu pensiya qayta hisoblash imkoniyatidan foydalanishingiz mumkin. Bu nafaqat doimiy ishlaganlar, balki mavsum ishlarda, vaqtinchalik ishlarda, kolxozlarda, davlat korxonalarida, idoralarda, o'quv yurtlarida ishlaganlar uchun ham tegishli bo'lishi mumkin. Asosiysi, bu davrda sizning mehnat daftarchangizda rasmiy qayd bo'lishi shart. Misollar bilan tushuntiray. Astres bir misol. Marhamat opa, tikuvchi. Marhamat opa 1907 yilda Toshkentdagi tikuvchilik fabrikasiga ishga kirgan. U 1995 yilgacha uzluksiz ishlagan. Uning umumiy ish staji 25 yil. Ammo pensiya hisoblanayotganda 1907 yildan 1990 yil o'tib dekabrgacha bo'lgan 21 yillik staji o'sha davrdagi minimal koeffitsiyentlar bilan hisoblangan edi. Marhamat opaning o'rtacha oylik maoshi o'sha davr standartlariga ko'ra yaxshi bo'lsa ham, bugungi pensiya hisob kitobi uchun bu maoshlarning ahamiyati kamaygan edi. Yangi islohotlarga ko'ra uning 21 yillik staji va o'sha davrdagi ish haqi qayta ko'rib chiqiladi. Misol uchun, agar avval uning o'sha davrdagi 1 rubl maoshi bugungi sharoitda 1000 so'mga tenglashtirilgan bo'lsa,
Endilikda maxsus koeffitsiyentlar yordamida bu miqdor misol ertalabki 300 bin yoki hatto 400 bin so'mga indeksatsiyalanadi. Bu esa uning umumiy pensiya miqdoriga sezilarli darajada ijobiy ta'sir qiladi. U hozirda pensiyada bo'lsa ham Xalq bankining pensiya bo'limiga murojaat qilib, qayta hisoblashni talab qilishi mumkin. Agar uning pensiyasi hozirda 1,5 million so'm bo'lsa, qayta hisoblash natijasida 7 bin. Taksi million so'mga chiqishi ehtimoli bor. Askiga misol, Akmal aka muhandis, Akmal aka 1990 yilda institutni tamomlab, zavodga muhandis bo'lib ishga kirgan. U 2005 yilgacha, ya'ni 20 yil ishlagan. Uning 1990 yildan 1990 yil 30 dekabrgacha bo'lgan 11 yillik staji ham qayta hisoblanadi. Akmal aka pensiyaga chiqqan edi. Uning 1990 yillardagi muhandislik maoshi unchalik yuqori bo'lmagani uchun umumiy pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilmagan edi. Ammo yangi qoidalar tufayli o'sha 11 yil uchun olingan maoshlar bugungi kun iqtisodiy sharoitlariga mos ravishda yuqoriga qarab qayta indeksatsiyalanadi. Bu uning pensiya miqdorini oshirishga xizmat qiladi. Uning pensiyasi 2 million so'mdan 2,2 300 million so'mga oshishi mumkin. Bu albatta shartli raqamlar, ammo tendensiya shunday. O'chimay so'l. Nodir opa, maktab o'qituvchisi, Nodir opa 1995 yildan 2020 yilgacha maktabda ishlagan. Uning 1905 yildan 1990 yilgacha bo'lgan 6 yillik ish staji bor. U hozirda pensiyada. Nodira opa ham yuqoridagi misollardagi kabi pensiyasini qayta hisoblash uchun murojaat qilishi mumkin. O'qituvchilarning o'sha davrdagi maoshlari boshqa sohalarga nisbatan barqaror bo'lgani hisobga olsak, qayta hisoblash natijasida pensiya miqdori ham mutanosib ravishda o'zgarish kutiladi. Ayniqsa, o'qituvchilarga o'sha paytda berilgan turli xil qo'shimcha rag'batlantirishlar ham hisobga olinishi mumkin. Asoz kimlarga bu ta'sir qilmaydi? Agar sizning mehnat faoliyatingiz 1911 yil 1 yanvardan keyin boshlangan bo'lsa, bu o'zgarishlar sizga taalluqli emas. Chunki bu islohot aynan Sovet ittifoqi davridagi ish stajini qayta baholashga qaratilgan. Misol uchun, asosizki misol Sanjar, tadbirkor. Sanjar 1902 yilda universitetni tugatib, darhol tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Uning mehnat daftarchasida 1931 yilgacha bo'lgan hech qanday yozuv yo'q. Uning barcha mehnat staji 1931 yildan keyingi davrga to'g'ri keladi. Shuning uchun ushbu qayta hisoblash uning kelajakdagi pensiyasiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Uning pensiyasi O'zbekistonning hozirgi qonunchiligi asosida 1991 yildan keyingi staj va o'rtacha ish haqi bo'yicha hisoblanadi. Nima uchun aynan 1991 yil? Bu sana O'zbekistonning mustaqillikka erishishi va iqtisodiy tizimning o'zgarishi bilan bevosita bog'liq. 1991 yildan boshlab mamlakatda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni boshlandi. Bu esa ish haqi hisoblash, inflyatsiya va umuman iqtisodiy munosabatlarda tub o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Avvalgi markazlashgan iqtisodiyot sharoitida olingan maoshlar bugungi real qiymatidan keskin farq qiladi. Shuning uchun adolatni ta'minlash maqsadida aynan ushbu o'tish davriga qadar bo'lgan stajga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, qayta hisoblash jarayonida nafaqat ish staji, balki o'sha davrda olingan ish haqi ham muhim rol o'ynaydi. Pensiya miqdorini aniqlashda pensiya tayinlash uchun olingan ish haqi miqdori va stajning davomiyligi o'rtasidagi munosabatga katta e'tibor beriladi. Ya'ni, agar siz o'sha davrda yuqori maosh olgan bo'lsangiz, pensiyangiz ham shunga yarasha ko'proq oshishi mumkin. Bu pensiya qonunchiligidagi ish haqi koeffitsiyenti tushunchasi bilan bevosita bog'liqdir. Pensiya tayinlash uchun olinadigan ish haqi miqdori mamlakatdagi o'rtacha ish haqi miqdoriga nisbatan ma'lum bir koeffitsiyent bilan hisoblanadi. 1991 yilgacha bo'lgan davr uchun bu koeffitsiyentlar endi yangi. Fuqarolarimiz foydasiga bo'lgan tarzda qayta ko'rib chiqilmoqda. Bu degani o'sha davrdagi 100 rubl bugungi kunda avvalgidan ko'ra yuqoriroq ekvivalentda baholanadi. Asosiy qism qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Bu qismda biz pensiya hisoblash jarayonidagi ba'zi murakkab holatlar, kutilmagan to'siqlar va kamroq ma'lum bo'lgan jihatlar haqida gaplashamiz. Pensiya masalasi har doim ko'plab noaniqliklarga ega bo'lgan sohasi. Hujjatlar yo'qolgan taqdirda nima qilish kerak? Bu eng keng tarqalgan muammolardan biri. Ko'pchilik fuqarolarimizning mehnat daftarchalari yo'qolgan, yaroqsiz holga kelgan yoki ba'zi yozuvlar o'chib ketgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda nima qilish kerak? Arxivlarga murojaat.
Asterisk avval ishlagan tashkilotingizning agar u saqlanib qolgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki bevosita viloyat shahar arxivlariga murojaat qilishingiz lozim. Ko'pgina korxonalar yopilgan bo'lsa ham, ularning hujjatlari markaziy yoki hududiy davlat arxivlarida saqlanishi mumkin. Arxivlar sizga ish stajingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomasi berishi shart. Bu ma'lumotnomada ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari, lavozimi va ish haqi haqidagi ma'lumotlar aks etgan bo'ladi. Ba'zan hatto buyruq raqamlari ham keltiriladi. Asterisk sudga murojaat. Agar arxivlarda ham hech qanday ma'lumot topilmasa, stajingizni sud orqali tasdiqlash imkoniyati mavjud. Bunda siz o'zingiz bilan birga ishlagan kamida 2 nafar guvohning ko'rsatmasini taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Guvohlar sud majlisida siz bilan bir davrda bir tashkilotda ishlaganliklarini tasdiqlashlari lozim. Bunday jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Ammo bu sizning huquqingizni tiklashning yagona yo'li bo'lishi mumkin. Asterisk kasaba uyushmasi hujjatlari ba'zi hollarda kasaba uyushmasi a'zolik kartalari yoki undagi qaydlar ham ish stajini tasdiqlovchi qo'shimcha dalil sifatida qabul qilinishi mumkin. Garchi bu asosiy hujjat hisoblanmasa ham. Vaqtinchalik yoki mavsumiy ishlar stajga qo'shiladimi? 1990 yilgacha bo'lgan davrda vaqtinchalik, mavsumiy yoki fuqarolik huquqiy shartnomalar asosida bajarilgan ishlar ham agar ular mehnat daftarchasida rasmiy ravishda qayd etilgan bo'lsa yoki boshqa hujjatlar, masalan, buyruqlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar bilan tasdiqlansa, pensiya stajiga qo'shiladi. Bu turdagi ishlar ham tegishli koeffitsiyentlar asosida qayta hisoblanadi. Bu ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasida, kolxozlarda ishlaganlar uchun muhimdir. Kolxozlarda ishlaganlarning stajini tasdiqlashda ko'pincha kolxozning ma'muriy hujjatlari, buxgalteriya yozuvlari va ish haqi kitoblari asosiy dalil bo'lib xizmat qiladi. O'qish davri va bolani parvarishlash ta'tillari stajga qo'shiladimi? Sovet davrida ayrim o'quv yurtlarida, masalan, kasb-hunar maktablari, texnikumlar o'qish davri. Agar o'qishdan oldin yoki keyin bevosita mehnat faoliyati bo'lgan bo'lsa, stajga qo'shilishi mumkin edi. Shuningdek, bolani parvarishlash ta'tillari, ayniqsa 3 yoshgacha bo'lgan davr ham stajga hisoblanar edi. Bu davrlar ham 1991 yilgacha bo'lgan stajni hisoblashda qayta ko'rib chiqiladi va tegishli qonunchilikka muvofiq pensiyaga ta'sir qiladi. Hozirgi qonunchilikda bu davrlar bo'yicha turli cheklovlar mavjud bo'lsa ham, 1991 yilgacha bo'lgan davrga oid eski qonunlar bazasi qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun bu kabi davrlarga ega bo'lganlar ham o'z hujjatlarini sinchiklab o'rganib chiqishlari va pensiya bo'limiga murojaat qilishlari tavsiya etiladi. Asosiy harbiy xizmat maxsus sharoitlarda mehnat staji. Harbiy xizmat davri ichki ishlar organlari, prokuratura, sud tizimidagi xizmat davrlari ham stajga to'liq qo'shiladi. Agar ushbu xizmat 1991 yilgacha bo'lgan davrga to'g'ri kelsa, u ham qayta hisoblanadi. Shuningdek, zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar uchun belgilangan imtiyozli stajlar, masalan, 1 yil staj 1,5 yilga hisoblangan holatlar ham saqlanib qoladi va qayta hisoblashda inobatga olinadi. Bu ayniqsa konchilar, kimyo san'ati ishchilari, metallurglar kabi kasb egalari uchun muhim. Ularning maxsus stajlari qo'shimcha koeffitsiyentlar bilan baholanadi. Agar pensiya allaqachon tayinlangan bo'lsa-chi, asterisk, agar siz allaqachon pensiyada bo'lsangiz va pensiyangiz 1991 yilgacha bo'lgan stajingizni to'liq inobatga olmagan holda hisoblangan deb hisoblasangiz, siz Xalq bankining pensiya bo'limiga murojaat qilib, pensiyani qayta hisoblashni talab qilish huquqiga egasiz. Bu holatda yangi qoidalar doirasida sizning pensiyangiz qayta ko'rib chiqiladi. Avvalo sizga pensiya tayinlashda qo'llanilgan hujjatlar va hisob-kitoblar ko'tariladi. So'ngra 1991 yilgacha bo'lgan davr uchun yangi qoidalar asosida baholash amalga oshiriladi. Natijada pensiya miqdori oshishi mumkin. Ba'zan pensiya miqdori o'zgarmasligi ham mumkin. Ammo bu holatda siz hech narsa yo'qotmaysiz. Shunchaki o'z huquqlaringizni tekshirgan bo'lasiz. Uzluksiz va umumiy ish staji o'rtasidagi farq pensiya hisoblashda bu ikki tushuncha muhim rol o'ynaydi. Umumiy ish staji bu sizning butun mehnat faoliyatingiz davomida ishlagan barcha davrlarning yig'indisi. Uzluksiz ish staji esa bir korxonada yoki bir sohada uzluksiz ishlagan davrni anglatadi. 1990 yilgacha ayniqsa uzluksiz staj uchun ba'zi imtiyozlar mavjud edi. Hozirgi pensiya qonunchiligida ko'proq umumiy stajga e'tibor qaratilgan bo'lsa ham, 1991 yilgacha bo'lgan davr uchun uzluksiz staj ham ba'zi hisob-kitoblarda foydali bo'lishi mumkin.
Bu jihatlarni ham pensiya mutaxassislari tushuntirib berishlari kerak. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Siz bu jarayondan qanday qilib muvaffaqiyatli o'tishingiz mumkin? Qanday qadamlarni amalga oshirish kerak? Bu yerda barchasini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Asosiy qadam hujjatlarni yig'ish va tartibga solish. Bu jarayonning eng birinchi va eng muhim qadamidir. Sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Mehnat daftarchasi, asli va nusxasi. Bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Uning har bir sahifasi, ayniqsa 1991 yilgacha bo'lgan davrga oid yozuvlar aniq va ravshan bo'lishi kerak. Agar daftarchada ochgan yoki o'qib bo'lmaydigan yozuvlar bo'lsa, ularni tiklashga harakat qiling. Asli pasport asli va nusxasi. Asli shaxsiy identifikatsiyangiz uchun. Asli maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalar agar mavjud bo'lsa, agar sizda 1991 yilgacha ishlagan joylaringizdan olingan maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalar saqlanib qolgan bo'lsa, ularni ham taqdim eting. Bu hujjatlar pensiya miqdorini aniqlashda juda katta ahamiyatga ega. Ba'zi hollarda bu ma'lumotnomalarni korxonalarning buxgalteriya arxivlaridan topish mumkin. Astish arxiv ma'lumotnomalari. Agar mehnat daftarchangizda yetishmayotgan yozuvlar bo'lsa yoki u yo'qolgan bo'lsa, yuqorida aytib o'tganimizdek tegishli arxivlardan masalan. Davlat arxivlari yoki korxona arxivlari ish stajingizni va ish haqingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar oling. Ushbu ma'lumotnomalarda ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shatilgan sana, lavozim va o'rtacha ish haqi miqdori aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Har bir tashkilotda ishlagan davringiz uchun alohida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Diplomlar, o'quv yurtini tamomlaganlik haqidagi guvohnomalar. Agar sizning o'qish davringiz stajga qo'shilishi kerak bo'lsa, nikoh yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki bolani parvarishlash ta'tilini tasdiqlash uchun. Ikkinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Barcha hujjatlarni yig'ib bo'lganingizdan so'ng, siz yashash joyingizdagi Astash Xalq bankining pensiya bo'limiga murojaat qilishingiz lozim. O'zbekistonda pensiya ta'minoti bilan bevosita Xalq banki shug'ullanadi. Sizning hududingizdagi Xalq banki filialining pensiya bo'limi xodimlari sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi va hujjatlaringizni qabul qilib oladi. 3 qadam. Ariza yozish. Xalq banki pensiya bo'limida sizga pensiyani qayta hisoblash bo'yicha ariza shaklini taqdim etadilar. Bu arizani to'g'ri va aniq to'ldirish juda muhim. Arizada quyidagi ma'lumotlar aks etishi kerak. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ism sharif, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami. Pensiyani qayta hisoblash sababi, ya'ni 1991 yilgacha bo'lgan mehnat stajini qayta baholash zaruriyati. Sizning mavjud pensiya ma'lumotlaringiz, agar pensiya olgan bo'lsangiz, ilovalar ro'yxati, siz taqdim etayotgan barcha hujjatlarning ro'yxati, ariza yozilgan sana va imzo. Agar siz arizani qanday to'ldirishni bilmasangiz, Xalq banki xodimlari yordam berishga majbur. Agar sizda savollar paydo bo'lsa, ulardan batafsil tushuntirish talab qilishdan tortinmang. Ko'rk qadam, jarayonning borishi va muddatlar. Hujjatlaringiz va arizangiz qabul qilingandan so'ng, pensiya bo'limi xodimlari ularni ko'rib chiqishga kirishadi. Ular sizning ish stajingizni, ayniqsa 1991 yilgacha bo'lgan davrni qayta tekshiradi, arxiv ma'lumotlarini o'rganadi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni qayta indeksatsiyalaydi. Bu jarayon ma'lum vaqtni talab qilishi mumkin. Odatda bunday murakkab masalalarni ko'rib chiqish 1 oydan 3 oygacha davom etishi mumkin. Ba'zi hollarda qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun Xalq banki bilan aloqada bo'lib turish muhimdir. Agar 1 oydan ortiq vaqt o'tsa va sizga hech qanday javob kelmasa, bankka murojaat qilib, ishingizning holati haqida so'rashingiz mumkin. Sizning arizangizga qonuniy javob berish majburiy hisoblanadi. Astas bexadam rad javobi berilsa nima qilish kerak? Agar sizga pensiyani qayta hisoblash bo'yicha rad javobi berilsa, ushbu rad javobining yozma shaklini olishingiz shart. Unda rad etishning aniq sabablari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ushbu hujjat bilan siz yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasiga shikoyat qilishingiz yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda rad etish sababi hujjatlardagi kamchiliklar bo'lishi mumkin. Ularni bartaraf etgach, qayta murojaat qilish imkoniyati mavjud. Shuning uchun rad javobini diqqat bilan o'rganing va uning sabablarini tushunishga harakat qiling. Sizning huquqingizni himoya qilish uchun yuridik maslahat olishdan ham tortinmang. Astirish
Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli do'stlar. Bugun biz 1997 yilgacha bo'lgan mehnat stajini qayta hisoblash orqali pensiyani oshirish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot oldik. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi va savollaringizga javob topdingiz. Shuni unutmangki, har bir fuqaroning mehnat staji va uning pensiyaga ta'siri individual bo'lib, har bir holatda alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun o'zingizning aniq holatingizni pensiya bo'limi mutaxassislari bilan muhokama qilishdan tortinmang. O'zingizning haqqingizni bilish va uni talab qilish har bir fuqaroning asosiy huquqidir. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, ushbu mavzu bo'yicha o'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu bizga kelajakdagi videolarimiz uchun foydali bo'ladi. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero. Bizning maqsadimiz sizga doimo foydali va muhim ma'lumotlarni yetkazishdir. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.